心眼儿到北京。Amer. Tahar, Şinjan'ın cenubu bilen şimalını tutuşturduğun mühim yol Şizangımı müşehirden ötüdü. Bu yerden azıraklamansa chet elge çıkıp gidiyordu. Chet el degen zağdı qandaqırak bunu men mi bilmeymen. Çünkü men uyega berip bakmagan. Taharda ikki mühim tağ eğizi var. Birisi Mirza tağ eğizi. O Taharga keladigan mühim eğiz. Yana birisi Salir tağ eğizi. Majenjan şu yerden keçip ketken. Majenjan? Aman bir günü senden kısas alayım. Nurgun kişilerinin Majenjan'da kısası bakken. Amer, siz taharlıq mı? Majenjan sizi nemiş tutup ağan? Ben taharlıq emas. Öz vaqtida birdan-bir tuqqunimni tepishni etida Tangri tog'i etigidagi hamma yurtlarni kezib yurgan edim. Hozirgacha uning hayot yoki emasligini bilmayman. Siz menden yaxshiroq ekansiz. Nimani bo'lmasin, bir tuqqunungiz bor ekan. Mening birmi tuqqunum yo'q. Shojefang, bu yil qancha kirdingiz? 16 yoshga. Men gansi uloq. Aslida talamchi edim. Keyin Yangpayjanlar Lanjuni ozod qilgan chog'da meni qutqizib qilib menga tomoq berdi. Uning yaxshi odam ekanligini ko'rib, uning kaynidan bilib mangdim. Lekin qissa meni bak kichikkansan deb qabul qilib unimidi. Men unimay Yangpayjan nega bo'lsa kaynidan agish menga berdi. Keyin u amal qilmay meni qishida ap qoldi. Ilgari mening ismim yo'q edi. Kishilar meni Küçük degan laqam bilan otchatdi. Keyin Yangpayjan menga Shojefang deb ism qo'yib qo'ydi. Lekin bu qitim Yangpayjan Taharga keladigan chaqda meni bak kichik, jon tajribasi yo'q, egizlikka moslasholmaydi. Bizga xil, qobil jonchilar kerak deb meni qoldirib qo'ymoqchi bo'ldi. Meni bola o'rnida ko'rdi. Hay, undaqda keyin qanday keldingiz? Men bak aqlliq, hamma ishni qila oladigan tursam, men Liufanga Yardalarning oldidan xabar ilish beraman. Janbanjanga yordamlashib tomoq etish beraman. Yangpayjanga hujjat yetkazgan ishlar yordamlashaman. Quanbanjangning qurolini surtish beraman. Gobanjangning itini beqish beraman. Rinbanjanga she'r yozish beraman. Hammalardan ayrilmaydi. O yana poetishni biladi. Payjon. Ha. Payjon. Payjon. Payjon to'xtab turing. Men sizni qachon aldab baqqan? Payjon, emis men chiqib ketdim, ha? Ha, rahmat sizga, Lojon. Hay, bu xatni Xonbanjonga olib ber. Ma'qul. Voy, Xonbanjon qaytib keldingizmi? Lojon. Qaras, bu yerda bir parcha xatingiz bor. Xat ketdimi? Xonbanjon, qaytib keldinglarmi? Ha. Qaytib keldinglarmi? Xat ketdimi? Ha, ayolimdek yaptı. Ayolingdek yaptimi? Ha. Ayolding yaptı. Ha. İçin ha? Ha. Cişün. Ha. Yani bir aydan keyin balımız to'g'iludi. Yangimiz Hayli. Yaxshi bo'pti. Bo'lmasa. To'xtanglar, ha. Cichin, boshqalarga havola qilib sizga bu xatni yozdim. Hozir nelar yurayotganligingizni bilmadim. Bu xatni yozishimdagi maqsad kentimizda yerlar taqsim qilib berildi. Bizning oyligimiz 2 yarim million taqsim bo'ldi. Bundan chiqqan ochliq oilamizga yetib oshidi. Undan boshqa yana bir sheriklar, bir tip o'riklar taqsim qilib berildi. Kentning do'qmishdagi eliq o'riklarga ota-onamni salomat turibdi. Shug'ini sizni bak seg'inib ketdi. Dadam ismingizni og'zidan tushirmaydi. Yana bir oydan keyin bolamiz tug'iladi. O'g'il yoki qiz tug'ishimni bilmayman. Vaqti kelganda yana xat yozib uqtiraman. Siz xotirjam jon qiling. Oilda men bor. Yana kelib, biz harbiylar oila tavobat bo'g'inimiz uchun kent kadrlari oilamizga bak e'tibor beryapti. Bizni xotirjam bo'ling, ha? Anglasam sizni egizlik tutyapti deydi. Qanchalik egizlik joy ekanligini bilmadim. Sizga yurtimizning ko'ktat urug'idan Ko'ktat urug'i.
Ha, yurtimizning ko'ktat urug'idan azroq avatdim. U yerda unamdi yo'q bilmadim. Xatimni topshirib olsangiz, javob xat yozib eting. O'zgilar xotirjam bo'lib qolamiz. Ha, ayolınız Şinci. Dobenjang, xotinlarning ko'ngil isar qilib yozgan salom xatini ochiq xatga aylantirib aytding-ku. Bu qanday stil, ha? Beycan, mening xotin, bola chaqam bo'lmag'ach, jichun kelgan xatni o'qib, xumorin chiqib olay dedim shu. Kumadan çıkıp alın. Beycan, gerek yok. Kim göz meyli? Yuşurduğun iş yok. Meyli, görüveringlar. Ha, bo'lmabdi. Ayalımda xat gelsin, nemisi bo'lmag'idek. Qaramamsa, bu 1949-yili 11-oyning 17-kuni yozilgan xat ekan. 4 oy o'tib ketibdi. Ha, ayolınız allaqacha yangi poptu-ku. Voy. Balam 100 günlük bop kaptı da. Jichun, Ha, Beycan. Ben dadı optu ben. mübarek olsun. Ben dadı optu ben. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Ben dadı optu ben. Mübarek olsun. Dadı optu ben. Go Bencan. Mübarek olsun, mübarek olsun. Ben dadı optu ben. Lavjang, oshxonadagilarga deb darhol ikki xil qo'rim tayyorlanglar. Birinchidan, amirning kelganligini qarshilaylik. Ikkinchidan, Huang Jichunning dodi bo'lganligini muboraklaylik, ha? Muborak bo'lsin. Barkallah. Barkallah. Xonbanja, siz bilan bir ishni maslahatlashmoqchi. Bu yoqqa keling. Nemişti? Boya ayolingiz sizga ozroq ko'ktat urug' avatganligini xati yezibdi-ku. Uni menga bering, terib qo'yay. Egizlikda zodi ko'ktat unamdi yo'q. Sinab boqaychi. Muşunu mu? Mushuni. Menga bering, ha? Sizlar charlash posti turish bilan aldirash tursanlar, buni terishga nadimi vaqtinglar chiqsin. Şundak, doğru ettiniz. Lavcan, Ha. bu işini sizge tapşırın. Ma'qul. Bizim o 359. nenneme oyun cari kıldırıp, tuzlanlıkla turup yesivleklerini igizlikte mi yıldız tatgızaylı? To'g'ri. Buni o'zimiz yeyli. Bak yaxshi oldu. Yengimizni eslep kaldınız mı değil mi? Yangani qum ozgina yutib ketmagan bo'lsa, mening bolamni to'g'ray deb qolgan bo'ladi. Şundak. Toluma efsus. Vakitim Şincan'a aslida kalbini kütüveriş için çıkan idik. Şundak yağmurdaki yığıvatkan okla arasından aman esen çıkıp kalbi köz aldığımızgılı kep kalgan idi. Bunu kim mi oylagan deysiz? Hayotim ikkimiz nurg'un azob oqibatlarni beshimizdan o'tkazib, janggohlarda bir-birimizga mehr muhabbat qo'ygan edik. Qum ozgina uni asta-asta yutib ketayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rib turdim. Seyfim! 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 Ayni chaqda uning ko'zlari yashiq to'lgan holda menga tanmirib turardi. Uning meni tez tortib olayotganini bilardi. Lekin mening harakatim pek asta bo'lib qoldi. Pek asta. Sizin hareketiniz az topkan mıydı? Belki kumdan hareketi bek tez ok yaptı. O gözünü yumup aşkçılar Adem'in yutuğu dedi gelemez mi? Bilamsan, har qatim ketsa aljima qanda tuzuk uxlayolmayman. Hamisha uni tushimda chiqaman. Uning kulimsirgan chiroyi, uning qaddi qomati, uning gaplari tushimda ayon bo'ladi. Biroq uyg'onsamla hamma narsa g'oyib bo'ladi. Ha, ko'nglingizni tushunaman. Mening o'g'lim sizning o'g'lingiz emasmi? Mendan g'am qilib doim ko'nglimni yasaysan. Lekin menga ish bo'lmaydi. Boya sening xotin bolangning gapi chiqib edi. Men bu o'tgan ishlarni eslab qoldim. Hozir ish yo'q.
Bayıq gepem tursan cuma. Oğlunmu bana bersen. Vakti kelgende oğlum beni yoklap kelse, ben onunla ata bolaman. Uramdı ben, tıllamdı ben ixtiyarim. Bunun közün kıyamdı. Mağaylı. Rastlık közün kıyamdı. İhtiyarınız. Kiring. Yana yiliqi maslahatchidan xat kelgan o'xshamamdi. Shundaq. Ne bo'pti? Kampitingizni qaytirib beray. Amsa, xitingizni ko'ravering. Men chiqay. Hey, nimaga oldiraysiz? Sizni izlay deb turatdim. Boshlang'ich maktabga yangidan yana bir qancha o'quvchi keldi. Yanpayjon o'qish boshlash murosimini o'tkazay deydi. Men murosimda bolalarni bir naqsh etqizay deyapman. Aras, bu o'zim topgan tojik xalq naqsi. Tili uyg'urcha bo'lg'achqa toza tushunmayapman. Siz katta ziyoli emasmi? Buni tarjima qilib bersangiz bo'pti ekan. Nima? Yordam qilganingiz yo'qmi? Bo'pti emsa. Undaqda naqsh tekstini menga bering. Mana. O'tiring. Qalam bering. Kımıldama. Ok çıkamam. Ben yaman adam emas. Ares? Amir? Hata görüp kalmagandı ben. Azadlık armaya bapsız da. Ares. Kana eyte. Gülenlerini ne eksit ettim? Ben rastını bilmeymen. Onu bir yola açık satkan idim. İsmini soramaptken ben. Nim kılaydaysiz? Siz nim koçuklayacaksınız? Azadlık bir adam vurdu. Beni kurtulma. Amerika ne? Bir adam vurdu. Yürü ola. Hocam. Azadlık bir adam vurdu. Amir. Kolunuzu tartın. Zaten nemiş oldu? Ben bir çarvıçı. Koylarım yukarı gidip izlep takı çıksam o... Kuamacan. O çarvıçı emez. O kepen oğrusu. Ben rastlı çarvıçı. Koylarım... Bo'ldi. Tağdan düşüp ketin. Bu tağda siz izleydiğen koy yok. Özünüzü besöylän. Siz degan azadlık armiya jangchisi. Armiya xalq munosabatiga diqqat qilishimiz kerak. Qarasam bu odamni sal maslabada qiladi. Qaytgandan keyin bir nima deyishayli. Yuring. Yanpayjon! Oy, Niyaska! Niyaska! Kep qaplığı. Meni bir işler izlegemediler.
Sizga aytib qo'yg'ili keldim. O'g'illikka Navruz bilan Gulandamning to'y marikasi bo'ladi. Unutib qolmaysizlar. Xotirjam bo'lsalar, vaqti kelganda cho'qim borimiz. Bu degan bizning tahordagi zo'r xushalliq ish. Jangchilarning hammasini tayyorlik qilishga buyurayman. Tayyorlikning hojati yo'q. Qadam tashrif qilib qolsanglar shu kifoya. Unda qilsak qanday bo'ladi? Biz Xanzularda to'yga borsak, yangi kiyim kiyib, oz to'la bo'lsa-mu so'qat ko'tarib boradigan qoida bor. Javob ketmanglar. Sizning qiladigan muhim ishlaringiz bor. Meningmi yurtdoshlarim ko'p. Xo'shlashayamsa. Ha. Xo'sh, Niyazga. Xo'sh. Tojiklarning urf-odati bo'yicha bir oila to'y qilsa, butun yurt tabriklaydigan qoida bor. Shunga mushundaq paytda hushyorlikni hargiz bo'shashtirib qo'ymasligimiz kerak. Biroq ikki qismgacha sirtqi bo'shroq tadbir qo'llanaylik. Mayli to'y ma'rakasida qatnashgan jangchilar bo'lsin yoki qorovulxonlarda post turgan jangchilar bo'lsin, bu qitim to'y ma'rakasiga bir vazifa sifatida muomala qilishimiz lozim. Ma'rakaning xushal-xuram o'ngishli o'tkazishiga kafolatlik qilishimiz kerak. Hop! Amir! Amir! Bu yoqqa nima? Siz Gulandamni topmoqchi emasmidingiz? U Navruzning xotinichu. Jo'ylama. Yo'qa. Gapimga quloq solmamsiz. Amir, keyin men sizga aytib qo'ymaydi deb og'rinib yuraman, ha? U ishkanligini kesib aytalamsan. Uni ko'rdingmi? Albatta. U Qashqardan kelgan Gulandam emas, balki Qog'liqdan kelgan Gulandam. Ayting, ha, Qog'liqda Gulandamda qanchasi bor edi? Gülendam, bugun bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Sizmi bek chiroyli ekansiz. Ozodlik armiyada sizdek chiroyli qizni ko'rib boqmabdi ekanman. Hey, Yanpayjon. Oy, Niyazga, muborak bo'lsin. Niyazga, bizning paydagi jangchilarning qiz bilan yigitga ozroq so'g'imiz bor edi. Qabul qilsalar. Rahmat, rahmat. Yanpayjon, omad, tana marhamat. Niyazga, uni tunimlar. Allohning irodasi bilan qiz ko'chirib kelayotganda yo'lda uchrashib qolgan edi. Oy, ajoyib tasadduqiylik bu. Yuringlar, qiz bilan yigitni ko'rib chiqaylik. Ana, Oy, rahmat. Navruz, muborak bo'lsin. Rahmat. Ishqonlar umr bo'yi inoq o'tkaysizlar. Ahmet. Sizlarga baxt tilayman. Rahmat.
Gülendam! Gülendam! Nereye dur? Gülendam! Amir! Ha! Meni unutib Gülendam! qolmang, Amir! Meni unutib qolmang! Teşhmi, Azatlık armiya yoldaş. Sizni bir yerda ko'rgandek qilaman-ku. Siz ko'p o'zgarib ketgandek qilasiz. Biroq qarashlaringiz yanala burunqidek shundoq o'tkir turibdi. Sizdan bir savol so'rasam bo'lamdi? Boshqalar tarafidan qo'l qilib setib etilgan Gülendam ismli bir qiz esingizdami? Esimde. Sizni eslamagan kunim yo'q. Gülendam. O'zimni unutib qolsammi, sizni hargiz unutib qolmayman. Allah! Qanday qismat bu? Bu ishni bugungi kunga to'g'rilab qo'yganim nemisi? Amir! Amir! Meni nimishqa burunroq izlamadingiz? Sizni to'xtamay izladim. Tangri teg'ining janubiy ham shimolini kezib, totmagan jafolarim qolmadi. Sizni to'g'ri 10 yil izladim. Men ham shundoq. Sizni har kuni eslab, Allohga duo qilib, sizni o'z panohida omon eson saqlashini, bizni qaytadan jam qilib qo'yishini tiladim. Ikkimizni mushundoq so'rinda uchrashib qolishimizni o'ylab boqmoqchiman. Amir, qanday bo'lib Taharda ozodlik armiya jangchisi bo'lib qoldingiz? Men Saler tog' eg'izda Majenjag'ning qo'liga tushib qoldim. Ular chekinadigan chaqda meni o'ldirib etmoqchi bo'ldi. Shu chaqda Yanpayjang meni qutqizib kelib, Qashqarga avatib kesilimni davolatdi. Men ozodlik armiyaga qatnashib, Taharga kelishimgila to'y markangizga qatnashib qoldim. Taqdir odamni mushundaqmi? Ahmaq etgan pam. Nimishqa bizni munchola azoblaydi? Gülendam. Qog'liqdan ayrilgandan keyin qayerga bordingiz? Qandoqlarcha Taharga kelib, Navruzning xotini bo'lib qoldingiz? Bana boshqa amal bo'lmadi. Nimishqa amal bo'lmadi? Amir, buni so'ramang. Siz buni so'rasangiz, men bek azoblanib ketaman. Amir, men endi qanday qilaman? Nimishqa javob bermaysiz? Gülendam! Gülendam! Navruzga. Gülendam. Siz hozir Navruzning ayoli. Tez qaytib keting. Amir, acaba siz rostla uning qishga ketishimni xohlamsiz? Hey, nim degan ta'sirlik manzara bu. Hey Isat, hey Isat. Siz Gülendamni ketkizatdingiz-ku. Ha, sal turib, to'y marikasi oyoqlasizlar. O Navruzning karotida, uning qo'ynida yetib, uning ko'nglini xush qilib, uning xotini bo'lib ketadi-ku hamda. Aris. Men bilan yur. Sendan so'raydigan gap bor. İş bu darajaga yetgandimi, so'rg'ida qanday gap bor edi? Ha, sizda texi ko'ndirilmagan qiron bir kuch chaqlab ekanman. Aslida o'zingizning so'ygunini qo'dab qolamaydigan manqib ekansiz emasmi? Aris. Men bilan yur. Bu degan Angliyaning bile. Meni qo'ydim. Nim qilay deysiz? Meni qo'ydim. Meni qo'ydim. Ablaq. Ayni chaqda Gülendamni setib etib, bizni oylab etmagan bo'lsang, mushundaq ish yuz beradimi? Bapaq-chapaq qilsangiz bo'lmaydi juma. Sizlarni men qutqizib qolgan, bo'lmasa allaqachon ochiqda o'lib ketadinglar. Bizni qutqizishingdan maqsad faqat pul tepish uchun edi.
Asgari sesiq pulni deb qanchilgan askirliklarni qilmading, ha? Qo'mbar! Gülandamni argitishga men zo'rlamadim. Yomon bo'lsangiz, Navruz bilan ilishmamsiz. Meni yan urdigan bo'lsangiz, to'layman juma. Hamma odamga ozod armiya Navruzni ayolini yo'ldan ozdirdi deyman. Voyjon, odam bormi? Meni qizinglar, ozod armiya odam urdi. Qo'lini tut. Amir, Amir, bu nima ish? bu ablaqa. Toyoqni ostida qo'ydi. Adam uruştuk aslasın boşuma. To'xta davatı ben. Amir! Taş Mehmet, Şavan, onu kendin beri anla. Hop. Qarang avni. Bu azatlık armiya jangsini qiladi qarshimi? Uni da azraqma tashkiliy intizom qarshi yo'q ekan. Arız. Rast gap qila. Amir seni nemish qo'rdi? Men yaxshi niyat bilan gap qilyapsam, u g'aldir ishtak etilib kelib meni urdi. Zodi qandaq ish bo'ldi? Rast gapni ayt. Amir Gülandamni yaxshi ko'rdi ekan. U Navruzni o'ltirib Gülandamni tatolmoqchi. Aras. Oldimda yolg'on so'zlaydigan bo'lsang, seni hargiz bosh qo'yatmayman. Deganlarimning hammasi rost. Allohga qasam qilib beray. Men sizlarga kuyinib shunda qilgan. Ozodlik armiya xalqning qo'shini. Xalq ozodlik armiya fuqarolarning xotini yo'ldan ozdirsa qandoq bo'ladi? Deganlarim to'g'rimi, ha? Oy. Arızning gapiga uncha ishinib ketmayli. Amirning tilqisonchiligi bo'lishi mumkin. Uning qandaq tilqisonchiligi bo'lishidan qat'iy nazar, bu xatolik intayin ig'ir. Elim yaxshi, biz ustiga kelib qapdik. Agar fuqarolar bilib qolgandek bo'lsa, tahorda qandoq yuzimizni ko'tarib yura olamiz? Bu degan ig'ir istil masalasida. Do'klat! Qandaq? Amirim topdiq. U tashqalar ekan. Qancha nasihat qilsam qaytib kelgili unimidi? Bu qandaq gap? Uning qishiga o'zim boray. Uning kamligini bir ko'ray. Go'benjon. Bu ishning tegi tekini aniqlab chiqishdan burun bundoq oddiy usulda ish ko'rsak bo'lmaydi. Men oddiy usulda ish ko'rganman-da. Tahorda dushman ahvolining naqadar murakkab ishkanligini obdan bilasizlar-ku. Amirning qismga kelganiga bir qancha kun bo'lmaylar. Buyruqqa bo'ysunmasa, bundan keyin uni qandaq vazifa ijro qila olamiz? Tahorning ahvoli murakkab bo'lg'ini, uning ustiga Amir yangi askar bo'lg'ini uchunla usulga alohida diqqat qilishimiz kerak. Hargizmi oddiy usulda ish ko'rsak bo'lmaydi. Bo'lmasa ziddiyatni keskinlashtirib o'tamiz. Buni bilamsan. Xonbanjon, Po'latda qo'shin nimaga tayinadi? Po'latda intizomga tayinadi. Lekin Bo'ldi. Ishkanlarning bu ishqi bo'lgan pozitsiyonlarda o'xshamaslik bo'lsa-mu, lekin ishkanlarning maqsadi birla. Uni tarbiyalash. Muzdağının keçilik şamili adamga nashtardek o'tadi. Sovuq o'tib qilishdan saqlanan. Qani, bir o'tlab isini bilan. Bu yer tojik xalqi ajdoddan avlodgacha yashagan joy. Shundaqli Ipak yo'lining kesish nuqtasi. Tansan ayni yili Nomakaga manganda mush yerni o'tgan ekan. Mark Polomo mush yerdan kirgan ekan. Tarixdan bu yerdan kirib chiqadiganlarning oyog'i uzilmagan. Bu vaqtki ta'sirli hikoyalar haddiy hisobsiz. Hatto osmondagi yulduzlardanmi ko'p. Balkim mushu tog'ning qorlaridanmi ko'p bo'lishi mumkin. Amir, qo'lingizdagi bu so'ngak nayningmi odamning ko'zini yoshlaydigan hikoyasi bordi qachon? Men kichigimda ota-onamdan yetim qolgan. 8 yaşımdan başlap sarkardalıqda yaşadım. Gülandamning dadasi meni beqib edi. Menga iliq oila ato qilgan. Qani, sen chep baq.
Amir! Dodo! Dodo! Dadisi! Aa! Dodo! Dodo! Ay. Dodo! Güle. Dodo! Sizge verdi beni. Allah'ım kasem kılay. Banditlar uyumasını bıraktı. Ulan koy. Gel Gülender'den ata-anasını öldürme. Biz koçumu kelep çıktılar. Sergerdan'da büyüktü. Kişilerimizden kançı bozak kısmı çiğdedi. Gülender hayır kaldığını olsa her kandak işine kılıçtan korkma. Bu haramzade benimle uğurlamasın ha. Sizni uğurlap öldürürmüsün? Bu nemsi? Yani uğurluk kılıp dikense kolunu çanı ötüme. Gülendam. Gülendam. Naya. İlama. Bu adam ahriz şu mu? Biz texi yaxshi niyatli odamga uchirdik deb tikanmiz. Amaliyotda u bir qorini yetgan. U bizni kepan o'g'irlashga selish uchun qutqizib ekan. U Gülandamni hech ish qilolmaydi deb qarab, boshqalarga setibdi. Qayaga setyapti? Men bilmayman. Gülandamni talay qaytim izlamoqchi bo'lgan bo'lsam, lekin har qaytimda oriz meni to'sib oladi. O'tgan yili uning changalidan aram qutulib chiqdim. Men Gülandamni cho'qim topaman deb qasam qilgan edim. Chunki u bu dunyodagi birdan-bir yaqin odamim edi. Lekin ming bir jafolarni tortib, kech kunduz arzu qilgan Gülandamni uning to'yida uchirtib qolaman deb o'ylab boqmagan bo'g'idingiz. Afsuski, u hozir boshqalarning xotini bo'lib qoldi. Peycan, bu bir jup süngekneyni nimishqa ayrı bitishki bo'lmaydiganligini bilamsiz. Bilaman, bu ishkinayni tang chog'andala ondan yiqimliq muzika chiqadi. Biriskan bo'z bo'lmaydi. Birisini yo'qotib qo'ysam, yuragimni pichoq tiqib sug'urib olgandek bo'lib ketaman. Amaliyotda Gülandammi sizga o'xshash. Mojanjon chekinadigan chog'da xavf-xatardan amon qilib, Navruz uni Azroilning changalidan qutqizib qolgan. Navruzning bu shafqatiga javob qaytarish uchun Gülandam uning to'y qilish taklifiga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Qandoq sabab bo'lishidan qat'iy nazar qalbingizdagi azobni yengillata olishi mumkin emas. Ish bu darajaga yetgan ekan. Buni to'g'ri tushuning. Bu ish kallamdan o'tmaydi. Hozirgi hissiyotingizni tushunaman. Lekin arizni urg'andagidek ish bundan keyin hargiz takrorlanib qolmasin. Uning ilgari qandoq odam bo'lishidan qat'iy nazar u hozir bir puxra. Siz bo'lsangiz Jungo xalq ozodlik armiyasidan jangchisi. O'zingizni tutilishni o'rganishingiz kerak. O'zimni tutib olamayman. Tutib olaysiz. Siz Gülandamni shunchalar so'ysingizmi, lekin nimala bo'lmasin, uni to'yida bulab qochmadingiz. Arizni urgan bo'lsangizmi, uni odam yo'q yerga gapirib uribsiz. Bu ahli o'shingizdan joyida ekanligini. Gülandamning nom obro'yiga va baxtiga ziyon yetkazishga ko'nglingiz chidamaganligini tushuntirdi. Amir. Siz Tahardagi birdan bir tojik jangchi. Siz Tahardagi fuqarolarning qalbidagi iftixori bo'lishingiz kerak. O'qinaraq. Hali yaxshi. Qaraganda bu ish uningga qattiq zarba bo'pti. Farzimcha damalliqqa uning kalisidan o'tib bo'lmaydi.
Şoňa onunğa obdarak terbiye bereyli. Bu işni noqul halda şahsiy hissiyat meselesi dep qaramasligimiz gerek. Çünki bu iş to'g'ri hal qilinmasa, millatlar o'rtasidagi ziddiyatni keltirib chiqardi. Shundaq. Hozir men ikki odamdan ansirayapman. Biri Aris. Bu ablah haq-naqni ustun qilib jahonning malaman bo'lmay qilishidan ansiraydi ekan. Meningcha bundaq ketaversa, armiya xalq munosabatiga ta'sir etib qoladi. Yana biri Gülandam. Mening ansiraydiganim dalmi shu. Chunki ularning o'rtasida kichigidan tortib cho'nqur hissiyat bor ekan. Yaxshi kontrol qilolmasak, bangvash kalkun suydak boshqarib bo'lolmaymiz. Jangchilarni askartib qo'yaylik. Uningga hech qanday besim ishlatmasin. Ne buldunuz? Gülandam, neymiş qıcıqlaysız? Bugün degan to'yimiz bo'lgan qutlug' kun tursa. Neymiş qayg'urdigansiz? Mana yotliq bo'lganingizni pushaymon qilyapsiz ya. Navruz. Nimalarni deydigansiz? Men xushal bo'lyapman.